ayoli bilan yaxshi munosabatda bo'lishligi uchun chegara doirasida tajohul degan narsani sifatni o'zida jamlash kerak deydi ulamolar. Tajohul nima desa, ba'zi ayblari bor. Masalan, ko'p gapirib yuboradi, o'ylamasdan gapirib yuboradi ba'zida ayol kishi. O'sha narsalardan ko'z yumish kerak. Bilmaganga olib ketaverish kerak. Ba'zi, masalan, ovqatni bemaza qilib qo'ydi deylik. Uyni to'g'ri yig'ishtirmadi. O'shani titkilayvermaslik kerak. Titkilayversangiz, ayolni bezdirib qo'yadi er. Uni tarbiya qilish kerak, yordamlash kerak, yonida turish kerak, ko'z yumish kerak, tag'ofil, bilmaganga solish kerak. Bilmaganga solib tursangiz, ayolingiz tarbiyalanadi. Yaxshi ayol bo'lishi uchun yaxshi bo'lish kerak. O'zini isloh qilish kerak. Xotinni isloh qilishlik yo'lidan yurmang. O'zingizni isloh qiling. O'zini isloh qiladi. Allohdan haqiqiy ma'noda qo'rqadi, keyin Alloh taolo ayolini shunga isloh qilib beradi. Endi ba'zan ayolini qo'rqitadi, tahdid qilishi mumkin. Unga sal keskin muomala bo'lishi mumkin. Ana shu muomalada o'zidan qo'rqitmasin. Allohdan qo'rqitsin. Ayol Allohdan qo'rqsa, bo'ldi. Hammasi joyiga tushadi. Allohdan qo'rqgan ayol o'zini izmida, o'zini chegarasida turadi. Eridan qo'rqgan ayol eriga orqadan nimadir ish qilish mumkinligini imkoniyat tug'ilsa qiladi. Allohdan qo'rqgan ayol eriga hech qachon xayolini bir uchida ham xiyonat qilmaydi. O'shaning uchun Allohdan qo'rqish kerak.